Qatlamının eng oddiy etilishi. Eng oddiysini akeldim cho'qim o'rganib olinglar. Atdeganda bolalarga tuxum bilan, qizi bilan mushundal yo'gap bersanglar shunchalik yeyishlik bo'ldi. Birdamqa qizni uyutib qo'yma. Muvofiq miqdorda un solamiz. Uningga tuzni bak jiq silavatman. Azroq siling. Ash unning ustiga shovsonni ushaq to'g'rab sevitimiz. Men ximiy yo'rish mashinasi jo'g'anligim uchun az-azdan suvni quydim. Sizlar ishta qilsanglar bo'ldi. Qatlamining tuzini tuzkamroq qilamiz jimo esingizda bo'lsin. Anda issiq suvda ximiy jo'g'raymiz. Xamirimiz bo'shroq bo'ldi jimo bakchan qilib atman. Agar qo'lingizda ximiyni jo'g'asangiz uzoq jo'g'ring. 15 minutdan 20 minutgacha jo'g'asangiz bo'ldi. Yil tindirib jo'g'irib başta qilsiz juma. Ondan qatlamangiz tal chiqadi. Ximiy yo'g'rish mashinasi ximiy jo'g'irib bo'lguncha men o'tirib quydigan mayni tayyorlab olaman. Ya'ni men zaytun yog'i ishlatdim. Zaytun yog'ini tushiblanmish unni ustiga quydim. Qanday yog' ishlatsangiz bo'ldi, lekin qo'ymay ishlatmang qaytib oladi. Bu qiyamning quyuqligi mushtaqalat chiqsa bo'ldi, suykash oson bo'ldi emasmi? Ondan 15 minut xamirimiz jo'g'ilib bo'lgandan keyin buni elib ushaq sugul qilamiz. Ximiyni qo'lingizni jo'g'iraman bo'lib qolsangiz, mushta siyliq bo'g'ich jo'g'iraysiz. Juma yili tindirib, yili jo'g'irib degan. Ondan buni ko'z miljarimizda bir qatlamalik qilib zugul qilib olamiz. Ustini boshamo yeb plan 15 minut tindirimiz mana. Ting'anni bir boshdan elib qanday qilamiz degan vaqtda manancha ikki qo'lqadan tortib sal so'zib olamiz. So'zab ondan ustiga ostiga mana shunday holat yetkazsak bo'ldi. To'chasira qilibchi. Ondan ustiga qiyamiz toz obdan sukaymiz. Anandan keyin buni gormon qatlaymiz. Mana yondan appadimchi shunday qatlaymiz. Uningdan keyin ikki qo'lqadan tortib turib mana bijjatdan dugultishga boshlaymiz. Mana qo'lildak ash dugultib kelamiz atrofga. Eng oxirgi uchini mijib bilan bunda dugulak holatda buni taglik qilib olamiz. Juma dippansi demdiqma anda bo'lganda qatlama oson cho'g'ilib ketmaydi. Ondan dugulak may qog'ozning o'ttirsiga qatlamani qo'yib olib, o'ttirsdan mijib bilan mana dugulak qilib ichib olamiz. Oson qo'ymanlar bilasizlar. Ondan buning o'zini maylab bilan ikkinchisiga o'tib ketamiz. Ikkinchisini qilib bo'lib, yana may qog'oz bilan yana ayani birisining ustiga o't tag'izib qo'yamiz. Orasida may qog'oz orib turganki chaplashib qolmaydi. Uningdagi ma pinshonga silib, sal qatqandagi bo'yni ayirib avlib, ayrim qatlar silib saqlam bo'ladi. Har kun atiganda ishlatganda birdan ilib bilan qo'lingizga ilishingizga asosan eriydi-ku bu issiq uyda. Ondan qozonga kichikgina mayni qo'yib bir tal tuxumni chiqib etib, sal to'n vaqtida may qog'ozdan ajirtib bilash to'n vaqtida silib olgan qozonga. Abay qozon tuxumni chaqtiqqa keyindan salsiz juma qatlamini. Ondan qo'lingizga kaptirda besib turvasangiz, ma qatlam bilan tuxum toz bir kishido yaraydi, ma tigidiki tuxum. Bir qo'lamda telefon ma toza qamlashib bo'lamadim, lekin mening butun yerga yaratdimda qozonni ikki qo'lam tutmanda cho'gilatgan bo'lsam, butun yerga yaraydi tuxum. O'zim yolg'iz bir tarafdan shpiyan qilib, ma tezga emasmi shu go'njularni qilib denzalarni berib qo'yinglar bek chapada olaman chiqapamaydi bu video. Odatda buni bevoslam qozonga silib lam qilsam bo'ldi. Bunda tuxum bilan qilsak tegmi quvvatli bo'ldi emasmi deganda bolalarga o'zimiz yesakmi. Endi buni qozondan ilib lam ustiga men oldin qitim ichishni o'rgatdim. Bu shu fanchajonlarni suyab, endi men qizini yil ayrim ichishni o'tib qo'ymay bekpayz jumuma qiza. Etish usuli hech kimnikiga o'xshamaydi. Mushlarni yo'gab bilan fanchajonlarni qilib yesanglar degan atdeganlik nashta degan. Yo'q, payzi o'xshitib yansaylarni etib orsiga yo'gab bilan yesanglar bekpayz. Qizning etish usulini hozir yo'llab bermay go'njo qilinglar juma. Qizning